Assalomu alaykum muslimalarim. Bugun sizlarga juda ham mazali va foydali bo'lgan taom retseptini bo'lishmoqchiman. Dastlab ishimizni brokoli bilan moshni suvda pishirib olishdan boshlaymiz. Ko'p qaynatishingiz shart emas. Bir qaynab chiqqandan keyin olovni o'chirib bir chetga olib qo'yamiz. Endi tovamizga ozgina yog' solib, bir dona piyozni mayda to'rab tovamizga solamiz. 2 zubchik chesnokni ham to'rab solamiz. Ketidan ozgina tovuq lahm go'shtini solib, sellari ketguncha yaxshilab qovurib olamiz. Xohishga ko'ra pomidorni yumshoq qismini ham to'rab solamiz. Endi oldindan qaynatib pishirib olgan moshimiz hamda brokolini ovqatga solamiz. Tabga ko'ra tuz solib, ustidan ko'mar-ko'mmas suv quyib, moshlarimiz yaxshilab pishib yetilguncha ovqatni past olovda dimlab qo'yamiz. 1-2 dona lavrbargidan ham solib qo'ysak, taomimiz yana ham mazali chiqadi. Oson va tez tayyor bo'ladigan taom tayyor bo'ldi. Endi uni chiroyli qilib tarelkaga solib, salatlar bilan dasturxonga tortamiz. Bugungi retsept yoqqan bo'lsa, sizlardan yurakchalar kutib qolaman.